Elobod City'da 2200 ta xonadon bor. Har bitta xonadonda o'rtacha 4 kishi yashaydigan bo'lsa ham qancha son bo'ladi? 8800 ga yaqin inson bor. Bu degani gavjun joy. Mana bu joylarni ham davlat dasturiga tushgan, to'liq beton qilib beriladi hamda yo'llarni o'zi alohida asfaltlab qo'yishdi. E'tibor berib qo'yasiz, xuddi shu joyi birinchi qavatidan 78,8 kvadrat metr. Bunaqasiga fasadi ham keng, yana bitta eshigi ham mavjud bo'lgan. Mana shu noturar joyimiz sotuvga qo'yildi. Eng qizig'i, xohlasangiz o'zini krediti bor ekan, to'liq o'qib turib davom ettirib ketasiz. Xohlasangiz to'liq naqd kafalmay qilib nomingizga ham o'tkazib olaverasiz. Ikki xil variantda ham sizga tanishtiraman. 78,8 kvadrat metrga alohida kirishingiz bilan ta'mirlab qo'yishgan ekan, panorama eshiklar o'rnatilgan. O'zlari stomatologiya sohasida ekan. Mana bu jihozlar olib chiqib ketiladi, qolgan narsasi qolaveradi, remontlar hammasi. Lekin kelishib qolsangiz, agar stomatologiya sohasida sotmoqchi bo'lsangiz, va jihozlardan ham kelishingiz mumkin. Bu birinchi xonamiz. E'tibor berib qo'yasiz, ta'mirlar chiroyli, abuna yopishtirib qo'yishgan. Mana shunaqa keng koridori bor. Mana bu yerda esa oshxonasi o'zini alohida va yana bir laboratoriyaga o'xshagan bitta xonasi uchun mo'ljallangan qismi mavjud ekan. Ikkinchi xonamiz bu yerda. E'tibor berib qo'yasiz, bu tomonni o'zini alohida ijaraga berib, mana bu tomonni o'zini ham ijaraga bersangiz bo'ladi, chunki bu yerda ham alohida eshik qoldirib ketilgan. Konditsionerlargacha hamma narsa o'rnatib qo'yilgan ekan. Mana ushbu joyimizning eng chekka qismida umumiy sanuzilimizni planirovka qilishgan sharoitlar bor va resepsiyonimizdan tashkil topgan. Menimcha istalgan biznesga mos kelaveradigan variantda. Endi narxini aytaman. Joyimizga 36 ming dollar to'laysiz. 4 yil davomida kreditlarni to'lab kelishgan ekan. Oyiga o'zgarmas grafik asosida 4,8 mingdan chiqadi. 18 yilga olishgan ekan, 14 yili qolgan. Yoki xohlasangiz to'liq naqd shaklda 62 ming dollar sanaysiz, nomingizga afarmay qilib o'tkazib berishadi. Pastdagidan telefon nomerini qoldiraman, bog'lanib ushbu joyni sotib olishingiz mumkin. Videoni stomatologlarga yoki yangi joy qidirib yurganlarga, do'kon qidirib yurganlarga jo'natib qo'ying.